Farg'ona viloyatining So'x tumanida har bir qarich yerdan samarali foydalanish, tomorqani daromad manbaiga aylantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mahalla yettiligi har bir xonadonga kirib, aholiga yerdan unumli foydalanish, qo'shimcha daromad topish, buning uchun mavjud imkoniyat va imtiyozlardan samarali foydalanish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Kimdir o'z tomorqasida mo'jazgina issiqxona qurib, turli ko'kat va ko'chatlar yetishtirmoqda. Yana kimdir asalarichilik, chorvachilik va hatto gulchilik bilan shug'ullanib, barqaror daromad olmoqda. Natijada tumanda tomorqa madaniyati yildan yilga yuksalib, oilalar daromadi oshib borayotir. Ayniqsa Sarikanda, Hushyor, To'l, Qal'acha mahallalari aholisi tomorqadan unumli foydalanish borasida katta tajriba orttirgan. Hushyor qishlog'ida yashovchi 75 yoshli Vahobjon Xolboboyev ham ana shunday fidoyi insonlardan biri. Asosiy daromadimiz tomorqadan. Shu sabab 75 ga kirgan bo'lsam ham hamon mehnat qilaman. Tomorqa madaniyatiga e'tibor farovonlik garovidir deydi otaxon. Mana shu yerda tomorqamiz bor. Ana shu tomorqamizdan foydalanib mahsulot olib turibmiz. Mana hozir mana shu yerdan men umumiy foydalanib, ana shu yerlarda mana hamma ekinlarimiz bor. Mana daraxtlar bor. Mana olma, mana nok, mana hamma narsalar bor. Undan tashqari mana shu yerimizni bir qarishini ham qoldirmasdan hammasidan umumiy foydalanyapmiz. Endi harakat qilib qilish kerak. Mana shu oilamizni mana shu yerlardan endi boqyapmiz. Mana farzandlarni o'qitdik, nima qildik, hammasi shuni tepasidan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, So'x tumanining o'sish nuqtasi bu qishloq xo'jaligi sohasidir. Shuning uchun tumanda ushbu sohani yanada rivojlantirish va bu orqali aholini ish bilan ta'minlash maqsadida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan so'nggi yillarda yirik loyihalar amalga tatbiq etildi. Qal'acha mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Javpaya massiviga So'x daryosidan suv tortib chiqarilgani va tog'ning baland cho'qqasidagi tekislikda 230 gektar maydonda o'rikzor tashkil etilgani barchamizga ma'lum. Oxirgi 5 yillikda yangi O'zbekiston davriga kelib, bizni So'x tumanimizda islohotlar davri boshlandi. Qaysi sohaga qaramang, barcha sohalarda oldinga siljish, yangiliklar, yangi uskunalar o'rnatish, rivojlantirish ishlari boryapti. Bu albatta muhtaram prezidentimizni bizni So'x tumanimizga shaxsan o'zlarining alohida e'tibor berishlari natijasida bo'lyapti. Biz respublikamizdagi eng chekka tumanlardan biri bo'lishimizga qaramasdan, bizga ham alohida e'tibor berilib, ta'lim sohasi deysizmi, sog'liqni saqlash sohasi deysizmi, barcha sohalarda bizga yangiliklar, yangi kadrlar bilan ta'minlash sohalari rivojlanib bormoqda. O'qishlarga, oliy o'quv yurtlarida o'qishlari uchun berilayotgan imkoniyatlar bu albatta kelajakka bo'lgan bizning ishonchimizni yana oshirdi. Misol uchun mana hozir biz turgan joyimiz Javpaya massivi deyiladi. Bu xalqimizni bir necha 100 yilliklardan beri bo'lgan orzulari ediki, mana shu yerda juda unumdor yer, suv yo'qligidan qaqshab shunday begona o'tlar bosib yotgan joylarda hozir bir ko'rib turib odamni ishongisi kelmaydi. Ishona olmaysizki, ba'zi mana shu ishlar bo'lyapti deb. Albatta bu hammasi davlatimizning bizga bo'lgan e'tibori. Buning natijasida qancha yoshlarimiz ish bilan ta'minlanyapti. Uyushmagan yoshlarimiz kelib ish bilan band bo'lyapti. Mana shu loyihani amalga oshirish natijasida hozir tog' adirlarga suv obi hayot olib kelindi. Buning natijasida yuzlab gektar bog'zorlar tashkil etilmoqda. Olis So'xda davlatimiz rahbari qarori bilan xalq manfaati yo'lida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar mahalliy aholini katta maqsadlar sari chorlayotgani ayni haqiqatdir. Tog' qiyaliklardagi o'zlashtirilmagan yerlar tumanning mehnatkash aholisi tomonidan o'zlashtirilib, yashil bog'lar barpo etilmoqda. So'xlik vatandoshlarimiz uchun tog' qiyaliklarida, tog'lar bag'rida yashil bog'lar barpo etish, daraxt ekish bu majburiyat emas, balki qadriyat hisoblanadi. Ayni damda biz So'x tumani Tul mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan tog' qiyaliklaridamiz va bu yerda mahalliy aholi sa'y harakati bilan ana shunday yashil bog'lar barpo etilgan. Shaftoliya ben ana. Rahimali ota Jo'rayev bu yil 75 yoshni qarshi oldi. Otasi so'nggi damlarda unga tog' etaklaridagi giyoh unmaydigan joyni yashil hududga aylantirishni vasiyat qilgan edi. Rahimali ota bu vasiyatni bog'bonlik mahorati bilan o'z turmush o'rtog'i Nasimaxola va farzandlari bilan birga bajardi. Buni 7 yil oldin harakat qilganman. Mana shu yer tashlang'ich joy edi. Selatrasa joy edi. Mana bu adirdan bu har adirdan sel oqib kelib shunaqa joy edi. Shu yerda Xudo rahmatli otamni bog'i bor edi pastda.
Otani shu yerda boqsang bo'ladi deb, aytdim qilamizda deb 7 yil shu yerda boshladim. Sela trassalarni bitta qilib bir tomonga olib, sel yo'lini bir yoqda yer qildik. So'x daryosidan yaqin 1 kilometr uzoqlikka suv tortib chiqardi. 4000 dan ortiq turli mevali ko'chatlarni ekib, har yili may oyiga kelib suvsizlikdan qurib qoladigan tog' etagini yashil hududga aylantirdi. Bu yerda yetishtirayotgan mevalarning ta'mi ham shirinda. Ta'mi shirin asal. Bu shu ob-havodan-da, ob-havo suvdan. Birinchi suvimiz shirin, So'x daryosi suv shirin. Ikkinchidan bu havo toza, ham issiq bu yer. Yozda issiq bo'lib ketadi. Shu soat 5-7 lardan keyin ertalabgacha sovqotib ketasiz. Suvni 1 kilometrdan oshiq 100 truba bilan olib chiqaman. 45 nasos. Suvga muammo yo'q. Nasima xola yangi hosilga kirgan daraxtlarning ilk mevasini qishloqning eng keksa nuroniylariga olib boradi. Ularning duosi bilan bog'imiz hosildorligi yildan yilga ko'payib bormoqda. Shuningdek, havosi toza bo'lgan bu joyda yurgan odam kasal bo'lmaydi, deydi xola. Bir toshloq, bir noobod joy edi. Shuni obod qilib, mana yilda 5 ta kelinim, nevaralarim hammasi keladi bizga, choli kampirga bizga yordamlashadi. Mana daraxtlarni ekib shuncha bo'ldi daraxtlarimiz, mevalari pishsa, birinchi qariyalarga, qishloq qariyalariga tarqatamiz, bog'chalarga, hammaga qo'shnilarga beramiz. Endi savob uchun biz mehnat qildik, mana endi shuncha bo'ldi. Mana endi bog'imiz yaxshi bo'ldi. Shuncha nima bo'ldi, biz ham xursand endi o'zimiz ham. Davlatimiz tinch, mana yurtimiz tinch. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik mana hayotimiz yaxshi, tinch. So'x zonasida biz yaxshi hayot kechiryapmiz. Mehnat qilib bog' yaratish ham mana shu tinchlik natijasi. Rahimali ota bu yil ham nabiralarining yordami bilan bog'ining hududini kengaytirdi. Tepaliklarga 400 dan ortiq pista ko'chatini ekib, bog'ini turli meva daraxtlari bilan boyitdi. Uning bog'ida olma, o'rik, nog va shaftolidan tortib bodomgacha meva turlari mavjud. Daraxtlar mevaga kirib, bog'bon ota uchun barqaror daromad keltirishni boshladi. So'xda zaminning saxovatidan bahramand bo'lib, farovon hayot kechirayotgan odamlarni juda ko'p uchratasiz. Ona zaminga mehr bilan yondashib, halol mehnat qilgan inson undan keladigan boyliklardan bahramand bo'lishi tabiiy holdir. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, Xolmurod Abulfayziyev So'x tumanidan tayyorlandi.